Aka-ukalar, sizlarda ham shunaqa narsa bo'lyaptimi? Internetga shunda kirsam, butun xo'rozbozlar xo'roz ushlab tanacha deyapti-da. Shunda yer yuzida umuman ro'parakash bilan girrakash xo'rozlar qolmadimi? Hamma tanacha deb sotyapti. Makiyonlarda ham shu tanacha deydi. Jo'jalarda ushlab ham tanacha deydi. Hattoki to'ndushoq ham tanacha deydi. Nima bo'lyapti? Bu yer yuzida ro'parakash xo'roz qolmadimi shunda? Ro'parachi, girrakash xo'rozlar faqat menda qoldi shekilli. Menda bular noyob turga kiryapti endi ro'parakash bilan girrakash, to'g'rimi? Demak, mendagilarni ham sekin narxini oshiraverammikin, $100 sotay turdim endi men sekin. $200 qilsammikin, nima deysizlar? Noyob turga kiryapti ekan girrakashlar, ro'parakashlar, akalar. Yonboshdan uradigan xo'rozlar bor bizda mana. Ular ham $100-150 sotilyapti. Tuxumlari 50 mingdan sotilyapti akalar. Nima deysizlar shunga? Tuxumlarni ham narxini oshiraymikin, 100 ming qilib qo'yaymikin. Noyoblashibdi xo'rozlarim.